yer qurib yotsa yoriladimi? Sinib, yorilib ketadi. Yerlarni ko'rasizlar, огородlar to'g'rimi? Suv sepsangiz yumshaydi. Yuzimiz ham, tana, umuman terimiz shunaqada. Qurishi bor ursa yorilishi boshlaydi. Yorilish bu o'sha ajinlar. Ajinlar sinishni boshlaydi, mimikalar chuqurlashishni boshlaydi. Har doim quruq yuzlar postoyanni namlantirish, oziqlantirish deyilmayapti bu. Oziqlantiruvchi krem boshqa, namlantiruvchi krem boshqa, yog'lantiruvchi krem boshqa-da. Aynan yuziga namlantirish berish kerak. Masalan, yog'lantirish ishlatursa, yog'lilashib ketadi-da, balans buzilib, ugrilar toshib ketishi mumkin. Oziqlantiruvchi bu ozuqa berib turadi, lekin namlik kam bo'lsa, baribir ajin tushaveradi. Shuning uchun hamma narsani normada qilib turish kerak. Har doim namlanib turgan yuz juda ham kam ajin tushadi. Odamlarcha suv ichgisi kelsa shu chanqashni kutib turadi-ku. Unaqa qilish kerak emas, suv постоянно ichib turish kerak. Bu nimaga? Faqat organizmingiz uchun emas, masalan, suv metabolizmni yaxshilab beradi, nafaqat ozish, boshqa narsaga. Aynan tanadagi namlikni ham birinchi o'rinda o'sha ichayotgan suvimiz. Yaxshi, ko'proq o'zi chanqashni kutmasdan ham suv ichib turish kerak. O'zi tabiatan quruq yuzlar baribir bu suv ichsa ham balki namlanmasligi mumkin. Endi juda ham qurib ketmasligini oldini olib beradi, lekin baribir ham o'sha namlantiruvchi kremni suradi. Qatdan biladi? Bir xillarniki shunaqa qurib ketadi, даже po'st tashlash boshlaydi. Mana shu po'st tashlash boshlaydi, qichishishni boshlaydi. Doim makiyaj, pudralar surganda уже archilib qoladi, yotmaydi yuziga. Masalan, yuzi yog'li, namli bo'lsa, sraz yaxshi yotib ketadi. Shundan bilib olsa bo'ladi. Обязательно namlantiruvchi krem surish kerak. Kech paytga o'qit, o'sha birinchi yuzni yuvib, sivorotka, обязательно krem, maskalar qilib turish mumkin, professionallik. Ertalab ham xuddi shunaqa namlantiruvchi tonerlar, o'sha sivorotkalarni surib turib, keyin SPF makiyajni qilsa bo'ladi.